metrli tarozimiz yordamida mana shu novvosni hozir tirik vaznini o'lchab ko'ramiz. Mana shu holatda keladi. Mana tirik vazni 742 kilo. Chiqyapti. Tirik vazni 742 kilo. Galstein parodali buqalarni go'sht yo'nalishiga boqish qanchalik to'g'ri ish? Galstein novvos boqib ko'rgan akalar bo'lsa, kommentariyaga o'zimiz fikrimizni yozib ketamiz. Yangi chorvachilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lib turganlarga foydali bo'ladi. Ko'pchilik Galstein novvoslarni faqat bo'yiga o'sadi, ves olishi qiyin bo'ladi deyshadi. Rostdan ham shunaqami? Boqib ko'rganlar bormi? Har qanaqangi parodada mol boqsa ham to'g'ri parvarish qilsa, ulardan ko'zlangan maqsadda natijaga erishsa bo'ladi. Eng avvalo mollarning ichki, tashqi parazitlarga qarshi profilaktik ishlarni olib borish kerak bo'ladi. Bunda Ivatek preparati ham tashqi, ham ichki qurtlarga qarshi ishlaydi. 50 kg tirik vaznga 1 grammdan hisoblab turib teri ostiga yuboriladi. Qo'shimchasiga diaprin vitaminidan foydalaniladi. Mollarni tulashini tezlashtirib beradi. Teri yangilanishini tezlashtirib, ishtahalarini yanada ochib beradi. Preparatlarimiz Pokistonda ishlab chiqarilgan. Hozir O'zbekistonga katta partiyada kirib keldi. Bularning ishlash koeffitsiyenti juda ham yuqori bo'lyapti. Pastda nomer qoldirib ketamiz. Optim narxlarda buyurtma bersangiz bo'ladi. Bu videoni Galstein yoki Simmental mol boqmoqchi bo'lib yurgan akalarga yuborib qo'yamiz.